Dunyoda eng baland maskanda joylashgan masjid haqida eshitganmisiz? Agar yo'q bo'lsa, bu video siz uchun manfaatli bo'ladi. 70-eshik qarshisidan 180 gradus bu yoqqa o'girilganimizda Hilton mehmonxonasi. Demak, shu yerdan ichkariga kiramiz. Hilton mehmonxonasi orqali ko'chaga chiqdik. Uning orqa tomonida Tok Makka Gate deb yozilgan yozuvga ko'zimiz tushadi. Mehmonxonaga kirib kelishimiz bilan chap qo'ldagi 10 ta liftga ko'zimiz tushadi. 36-nuqtani bosamiz va biz mana shu yerga chiqishimiz kerak bo'ladi. Biz Jabal Umar mehmonxonasining 36-qavatida joylashgan dunyodagi eng baland masjidga yetib keldik. Bu masjidga bir marotaba ham erkaklar ham ayollar kelib ketsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki ko'zingizni quvontiradigan va eng go'zal manzaralardan biri Ka'batullohni tepadan tomosha qilish sharoiti bor. Yaxshi ovqat yesangiz maza qilasiz-ku, qalban ma'nan maza qiladigan joy tepadan tomosha qilish Ka'bani. Bu go'zallikni ishoning hech qayerdan topa olmaysiz. Aytgancha, masjidga kirish mutlaqo bepul. Masjid faqat namoz vaqtlaridagina ochiladi. Tag'in kech qolib yurmang. Mening obunachilarim endi eng yuqori qavatda joylashgan masjid qayerda joylashganligini juda yaxshi bilishadi. Bu videoni eng yaqin insonlaringizga yuborib qo'ying. Bu yerga kelib 2 rakat nafl namoz o'qib, bizning haqimizga ham duo qilib qo'ysangiz, video manfaatli bo'ladi. Sizning duolaringizga biz nihoyatda muhtojmiz. Video ma'qul